Mers klub pushab oldimmi deyman. Okalar, assalomu alaykum. Mers klubmi deyman? Shuncha mers yig'ilib qaq ketyapsizlar. Oqtoshga. Mana shular Instagram kontent olaman, klassik mashinalar bilan. Agar yo'q demasanglar, sizlar bilan ham syomka qilsam maylimi? Ko'pchiligimiz olamiz videoga. Sizlar cho'tki yuraversanglar bo'ldi, olamiz. Ketdi, aka. Mani elim, illatim, oyginidagi go'zal axloq degan libosi bor millatim. Qo'lini ko'ksiga doim bosgan o'zbegim. Mani elim, g'ururim, jonim fido bo'lsin agar u mani kamida har dam. Salomaligi bor, oqibatda oxiridagidan moddam. Xotirjam o'zbegim, mani millatim, donishmand devonxonam. Bu yerlarni kezdi bo'lib qaryon ahli xarobotilar. Devonayu mashoyix abdollar, Ibn Sino bobolarim, Hazrati Naqshband darajati ulug'lar, balogardonlar. Terani koinot sirlarini bilishni istar hamon bu odam zot. Hozirgi kunda ham noayon bardavom. Endi aniqlanayotgan bashoratni bilar edi kim? Ulug'bek bobom. O'zbegim, manim, o'zbegim, millatim, mana g'urur. Bugungi tadbirni tashkilotchilari bilan tanishdim. Aka, Bahrom aka, assalomu alaykum. Avvalambor yana bor. Xo'p, aka, obunachilarimizga tushuntiring, bugun shuncha bola bilan nima maqsaddan aylanib, nimalar qilyapsizlar? Xo'p, bizaniki Mehrli qo'llar xayriya tashkiloti. Bizning faoliyatimiz 2017-yildan beri davom etadi. Asosiy ishimiz, asosiy yordamlarimiz yurak operatsiyasi bo'yicha, keyin uy-joydan qiynalganlarga uy-joy berish bo'yicha. Tadbirlar qilib turamiz, lekin bu tadbir haligacha bo'lmagan. Noodatiy bo'ldi, ana kreativ degan so'z bor, shunaqa bo'ldi. Hamma xursand, o'zim ham xursandman. Jami 18 ta Mercedes-Benz mashinasini yig'ib, bolalarni to'qqa olib chiqdik. 90 ga yaqin bolalar va 18 ta mana haydovchilarimiz turishibdi. Zo'r xizmat qilib berishdi, baraka topsin. Endi xudo xolasa bunaqa tadbirlarni tez-tez qilib turamiz. Dam olish kerak, bolalarni xursand qilish kerak. Bu menimcha davomiy bo'lishi kerak. O'rtoqlar, ko'rib turibsizlar, bu videoni maksimal darajada yaqinlaringizga jo'natib qo'yasiz. Sababi sizga o'xshagan mehrli insonlar ko'payishi uchun. Bugungi tadbir yoqdimi, bolalar? Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.